belgilasak-da biza Arif aka, oldingi olgan videomiz zo'r ekanmi? Nimaga? Kommentlarni o'qiydim, odamlar uyqudorni o'rniga ishlatishyapti ekan. Yo'q, O'zim ham nimaga deb ko'ruvdim, 3 kundan beri uyqudorisi uxlayolmadi. Umid akam chopib o'zimiz olamizmi bu yerdan? Sinab ko'ramiz unda. Eshikni yopib Umid akam kirib qolmasdan o'zimiz olamiz. Kamerani o'rniga bor. birinchi o'rinda Sut bor. Sarvar separatori ber. Bugun sizlar bilan hamma qidirib yurgan S01 separatorda qaymoq chiqaramiz. Buning ichidan nimalar chiqadi? Mana bu tepadagi qozonchasi. Mana separatorimizning o'zi. Yana bizda unaqa barabanchasi bor. Pavlovka. Keyin bunaqa garantiya qog'ozi bor. Mana bunda ham yozilgan qanaqa ketma-ketlikda yig'ilishi. Ha, yana bitta ko'rsatib beraman, eslichi, ko'rib olasizlar. Birinchi bo'lib barabanni qo'yamiz. Barabanni qo'ygandan keyin aylantirib tekshirib olamiz, o'zi cho'q ketib tushadi. Keyin bunisini qotiramiz, keyin bu joyi. Keyin paplovkani tashlaymiz. Keyin tepasiga ham qozonini qo'yamiz. Bunisini bundoq surib, ikkita chetini bundoq ochib olamiz. Bir tarafdan sut tushadi, bir tarafdan qaymoq tushadi. Manami teshichasi ham bor. Bu ichiga sut solgandan keyin mana teshichasini ochiq joyga qo'yishinglar, bu yerdan sut pastga tushadi. Qaymoq bo'lish uchun, yopish uchun shu yopiq tomoni bilan to'xtatiladi. Bundoq buriladi bu. Yana bu mana regulovka qilgan ключi bor. It tozalaydigan shotkasi chiqadi. Sutdan qaymoq yaxshi ajralish uchun sutimizning temperaturasi 35-40 gradus orasida bo'lishi kerak. Biz buni xolodilnikdan olganimiz uchun buni ozgina qizdirib olamiz. Buni issiqligini maxsus termometr bilan o'lchab boramiz. Sizlarga bitta eslatma, separator ishlatishdan oldin iliqdan ozgina issiqroq bo'lgan suvni chiqazib olinglar, chunki ichida changlari bo'ladimi yoki oldingi ishlatganlardan qolgan nimadirlar bo'ladimi, shularni chayib chiqib ketadi. Undan tashqari ichidagi tarelkalar yaxshilab bir-biriga joylashib oladi. Undan keyin buni ham baribir suv sovutganda ham e'tibor beringlar, ochiq yopiqligiga. Ochiqligida solib qo'ysanglar, u ham to'g'ri o'sib ketadi. Shunisiga e'tibor beringlar, ochiq yopiq joyiga. Bo'ldimi? Hop. Sutimiz ham 40 gradusga chiqibdi. Endi buni separatordan o'tkazishni boshlaymiz. Tepada solish noqulay bo'lganiga pastga olaman idishini. Mana bizga обязательно e'tibor beringlar, yopiq tarafi, ochiq tarafi. Ochiq bo'lsa sutlar o'tib ketib qoladi to'g'ridan-to'g'ri. Birinchi yopiq bo'lsin. Keyin ochib, tayyor bo'lgandan keyin yoqaverasizlar. Separator yoqamiz. Ozgina kutamiz. Kerakli оборотga chiqazib olish kerak, chunki aylanayotgan ovozdan ham eshitsanglar bo'ladi. Sekin-g'ilab keyin bitta оборотga chiqqan bitta ritmda aylanishni boshlaydi. Ovozdan bilib olasizlar. Ko'p emas, 1 minutga yetib bormaydi оборотga chiqib olish uchun. Keyin bo'ldi, ham tepasidagi o'sha boy teshichasi bor-ku, mana bilan burab ochasizlar. Buni shunday burab ochsanglar, ujametdan sut tushishni boshlaydi. Bu yoqdan qaymoq, bu yoqdan qayta ishlangan sut tushadi. Mana, o'sha sutimiz tushishni boshladi. Bu yoqdan qaymoq tushishni boshlaydi. Mana. Qaymoqni ko'ryapsizlarmi? Mana pichoqchasi bilan mana shu qaymoqni chiqarishni regulovka qilsanglar bo'ladi. Bu hozir o'rtacha narxda chiqadi. Zavодской настройкасida mana shunday средний chiqaradi. Buni ham quyuqroq qilsanglar bo'ladi, ham suyuqroq qilsanglar bo'ladi. Bu yog'ini talabga qarab. Mana qaymoq sarvar. Mana buni senga.
Bitta mazasiga baho berasan uni yeb ko'rib. Bismillah. Ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Video qanaqa chiqdi video? Har qalay mutakamkidan yaxshi chiqqan. Oshpasan. Rahmat. Mana o'laylikcha. Keyingisga sariyog' yeymizmi? Uni ham uyda ham chop yasaymizmi? Uniki ham daddala chiqqanda. Yo'q.